siyosiy holat ko'p savollar tug'ilyapti. Mana bugun mana shu joydan turib javob bermoqchiman. Bizni buni hech kimga sir emas, siyosatchilar va hammalar bilasizlar. Mustamlakachi davlatlar bor. Qog'ozda mustaqil degani bilan qog'ozning ostida turib, yer osti boyliklari va xalqlarning diniga yo'q, ularning yashash tuzumiga yo'q, sistema qonuniga yo'q, majbur qilib yurib, qul qilib yashaydigan mustamlakachi davlatlar bor. Ularning institutlari bor. Biz ustimizda nima qilsak ularni xor qilamiz, nima qilsak ularni qo'l osti boyliklarini olamiz, tortamiz degan shunday bir hayotga zolim kelgan sistemalar bor. Buni hammalar bilasizlar. Bu kimga sir emas. Mana shularni ba'zi bir proyektlari, ba'zi bir rejalari birodarlar siz bilan biz musulmonlarning qo'li bilan qilamiz. Qayerda, qaysi joyda bilasizlarmi? Bizning jaholatga yuz tutganimizda, dinimizdan o'rgangan paytimizda, dinimizdan shunday adashgan paytimizda biz ustimizda ular o'zini maqsadiga yetishadi. Hech kimimizga sir emas. O'zbek, qirg'iz biz dushmanmi deydi bir-birimizga. Bir-birimiz bilan qo'shni, quda, aka-uka dinimiz bir, qiblamiz bo'lib turgan edi. Hech kimga sir emas. 90-yilda bo'lganlar ham, 2010-yilda bo'lganda ham birodarlar musulmonlar qilgan yo'q buni. O'zbek, qirg'iz ham qilgan yo'q buni. Orqasida turganlar siz bilan meni kuchimizdan, jaholatimizdan, dinini tushunmaganlardan, dinida istiqomatda turmaganlardan foydalanamiz. Tuyg'ulanib ketib, qanday qilib bizi qizlarimizni nomusiga tegadi, qanday qilib bizi uylarimizni yoqadi degan narsada tuyg'uga kelib, shariat nima deydi demadida, kimlar biz ham turaylik degan narsada shuncha odam aksarlari harom deb o'lib ketdi. Payg'ambar alayhisalom kim millatchilikni ko'tarib vafot topadigan bo'lsa, bu qiyomat kunida jahannamda ashi bayroq xiyonatning ostida turiladi. Harom narsa bu. Payg'ambar alayhisalom man da'a ila al-asabiyya falaysa minna, kim millatchilikka chaqirsa u mendan emas deganlar. Kim molini, oilasini, ayolini himoya qilgan bo'lsa, bundan mustasno. Kim millatchilik tuyg'usidan kelib o'lgan bo'lsa, shariat hukmi bo'yicha, bu meni hukmim emas, bu shariat hukmi bo'yicha bu odam harom hayotga ketdi. Harom vafot topdi. Xato qilayotgan gunohkor inson bo'lsa, birodarlar, otamiz xato qiladimi? Oshnamiz xato qiladimi? Do'stimiz xato qiladimi? Doim aytaman, qarindoshimiz xato qiladimi? Bizda bitta narsa shariatga bog'lanib, shariat hukmi nima degan narsa bo'lishi kerak. Aqlimiz bilan emas, tuyg'umiz bilan emas, imkoniyat, kuch-quvvatimiz bilan emas, balki shariat nima deydi degan narsa ustida. Mana shu jahon urushi bo'lgan voqea hodisa bilasizlar. Bitta shaxsni o'ldirishlikning oqibatida minlagan odamlar vafot topib ketgan. Mana shu arab bahori boshlanganda Tunisda bir erkak g'arbni xoini bo'lgan. Holatni, vaziyatni rosa shu joyda avjiga kelib, zolim zulm bilan insonlarning huquqi bermasdan, ularning zulmning turi bilan rosa odamni mazlum qilib turib, orqasidan bitta qachongacha bu zulmga tek o'tiraveramiz deb o'zini bitta odam yo'q borishligi bilan butun arab bahori, arablar mana shunday holatda mana qanchalagan odamlar vafot topib ketdi. Birodarlar, shariat qonuni, hattoki mana yosh farzandlarimiz, aka-ukalarimiz bor. Juma bugun kim juma ibodatiga kelmasa, juma ibodatini ado etmasa, gunohkor bo'ladi. Kim hozir asrni qo'shib o'qib olaylik desa ham gunohkor bo'ladi. Shariatning har bir hukmini o'zini vaqtida qilishlik vojib, vaqtida qilmaslik harom. Xuddi shunday jihod ham xuddi shunday. Jihodni vaqtida qilishlik farz qilmagan odam harom ishlagan bo'ladi. Jihodning vaqtida kelmasdan turib jihodni boshlagan odam ham harom ishlagan bo'ladi. Yer yuzida fasod tarqatgan bo'ladi. U
shaxsning vafot topishligi bilan emas. Tarixdan ikkita misolni keltiraman. Sumayya onamiz Ammor ibn Yosir oilasi islomdagi avval shahidni berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sahobalar kelib, "Ya Rasululloh, o'tiraveramizmi?" deganda, "Sizlardan avvalgilarni yerga qavlab tiqib, dini uchun o'rtasiga boshiga arra solib ikkiga bo'lib o'rganda ham dinida qaytgan emas, mustahkam turgan. Temir taroqlar bilan badanlarini olganda suyaklarigacha yetib borgan. Sabr qilgan. Sabr qilinglar, Allohning nusrati yaqin" deganlar. Nima deydi? Nomuslari yo'qmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning g'ururlari yo'qmidi? Ha? Islom qoim bo'lishligiga mu'tasim billah bitta muslima ayolni "Ya mu'tasim billah, ey mu'tasim qatta qolding" deganda bitta muslimani sha'ni uchun islom armiyasini turgizgan. Bu degani ular tuyg'u bilan emas, shariat hukmiga bog'langan. Mana bu joyda bu voqea hodisalarni aytishdan maqsadim shuki, albatta biz qadarga iymon keltirganmiz, lekin tadbirimizni olishlik, shariatga bog'lanishlik. O'tgan hafta ham aytib berdim. Buni ustida Abdulloh Buxoriy degan rahimahulloh, Alloh rahmat qilsin, islomdagi safdoshimiz, do'stimiz shu kishini qatl qilindi. Shu kishini oldida 4 kishini qatl qilishlik to'g'risidagi qog'ozlar tarqaldi. Bu endi bu Turkiyada, butun dunyoda shov-shuv. Shulardan bittasi meni ham qatl qilishlik to'g'risidagi meni ham suratlarim ham chop etilgan, shu ham bor. Buni orqasida nima turibdi? Men birodarlar, ajalim kelgan kuni albatta ketaman. Buni na tadbirim, na tabibim meni uzaytirmaydi umrimni. Lekin avvalgi tarixlarni aytishlikdan maqsad nima desa, bir kishining qatli bilan odamlarni ustida, mana bu yurtlarning ustida, xalqlarning ustida mana shunday bir siz bilan bizning ustimizda bundan 2 yil oldin g'arbli bir yetakchi rahbariyatlardan biri kelib, O'rta Osiyoda shunday bir xavf xatar borki, urush chiqib ketadi deb bizga shunaqa deyapti. Menga kelib shunaqa deyapti. Shunda nima qilasizlar deydi. Siz bilan biz qilmasak shu narsani. Hozir kimni qarasak, davlat xodimining organlari hammasi, "Voy, mana qilib Suriyaga ketdi, 13 ta odam o'ldi, mana qilib bo'ldi" deb g'am ko'taryapti. Rossiyadan har yili 250 ta odam o'lib keladi. 250 ta odam har yili, 245 ta 250 ta odam Mayga kelgan Qirg'izistonga. Rossiyada qolib ketgan emas. Mana shuncha odam o'lib keladi. Buni ko'tarmaydi. Bu mishmish, bu bunday og'ov gaplar kimga kerak bo'ladi? Bu islom dushmanlariga kerak, musulmonlarga emas. Mana bu holatda bu so'zni, bu voqea hodisani aytishligimdan maqsadim nima? Har qanday holatda shariatga bog'lanishlik. Bizni mana shu bugungi yetgan diniy saviyamizdan ortga tushirishlik uchun din dushmanlari tarafidan mana bu narsani semirtirib, ularning rahbarini olsak, rahbarini o'ldirsak, bundan tuyg'ulanib, orqasidan keyin bular chiqadi, davlat bilan o'rtasidagi muammolarni kattaytiriladi, keyin Suriyani modeli keltirib, bu joydagi yer osti boyliklar yo'q, xohlagan musulmonni qiraveradi birodarlar keyin. Saqol bor-yu, hijob bor-yu, hammasini qiraveradi. Afg'onistonda, Iroqda xuddi shu narsani modelini qildi. Ha desa, u yerda atomli bomba bor. Birorta xalqaro tashkilotlar bo'lsin, NATO bo'lsin, birortasi, "O'y g'arb, yo o'y nima, qani bu atomli bomba? Yo'q, bu shuncha xalq o'ldi-yu, qani" degan narsaga hali javob bergan yo'q. Bugungi ularning tili bilan aytganda terrorni o'zlari qilishyapti. O'zlari shakllantiryapti birodarlar. Musulmonlarni xato qilishlik uchun. Men bugun sizlarni bu mavzularni aytishligimdan maqsadim xato qilmaylik, dinimizda mustahkam turaylik. Har qanday holatda. Boshimizga arra kelganda ham, etimizga temirdan taraq tushganda ham shariat hukmiga bog'lanamiz. Bugun ya'ni ba'zi bir tuyg'ulanayotgan bolalarga aytamizki, jihodni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Jihod bor ibodat. Lekin u tuyg'u bilan emas, birodarlar. Yoki kuch bilan emas.
balki shariat hukmi bilan. Men avval ham aytaman, yana aytaman shu gapni. Biz qo'limizga qurol olmaganligimiz qo'rqoqligimizdan emas bu narsa. Shariat bugun ruxsat bermaganligi uchun. Shariat bugun bizni mana bu xato qilayotgan do'stlarimiz xatosi uchun qatl qilishlikka shariatimiz ruxsat bermaganligi uchun qilmayapmiz. Bugun bizda ham shu Sumayyaga o'xshagan ba'zi bir ayollarimizga, ba'zi bir musulmon do'stlarimizga qilayotgan tajovuz zulm. Aroq sotilishligi bu zulm bu. Qizlarimizni maktabda ro'mollariga osilishib olishigi zulm bu. Lekin mana shu zulm bizga ularga qarshi kurashlikni farz qilgan yo'qda. Ana shu imkoniyat, ana shu farz qilgan paytida to'xtashlikni ham Alloh taolo harom qilib to'xtamang deydi, tur deydi. Shuning uchun dinda istiqomatda turishlikni eng asosiy, eng nozik nuqtasi inson har qanday holatda shaxsiyatiga bo'lsin, jamiyatiga bo'lsin, diniga bo'lsin, kelgan ozorlarda bevosita dinga mustahkam bog'lanishlikda turgan odamga Alloh taoloning madadi va Alloh taoloning yordami keladi. O'zi dinda mustahkam turishlikni hammamizga o'zi nasib qilsin. Alloh taolo bizni ustimizda musulmonlar, O'rta Osiyo xalqlarining ustida G'arb va ularning hamtovolari chizayotgan uning planlarini Alloh taolo o'zlarining ziddiga qilsin. Allohga Parvardigoro bizlarga adashib ummatga xalqqa xiyonat qilishlikdan o'zing saqlagan. Allohga Parvardigoro butun yer yuzidagi musulmonlarni diniga mustahkam turib, diniga bog'lanishlikni ya Robbi, dinida istiqomatda turishlikni o'zing nasib qilgin.